Harakatlanish taqiqlanadi. Tartibga soluvchi ishorasi haqida. Ko'pchilikni qiynaydigan savol, ayniqsa mana shu tartibga soluvchi ishoralari haqida ko'pchilik tushunishga qiynaladi. Bu yerda bir narsani bilinglar. Agar tartibga soluvchi sizlarga 100 qismi bilan turgan bo'lsa, shunda sizlarga to'g'riga o'tish mumkin emas. Va yashil avtomobilga ham e'tibor qilamiz. Orqa yelka qismi bilan turibdi, unga ham harakatlanish taqiqlandi. O'z-o'zidan tartibga soluvchining 100 qismi va orqa yelka qismi harakatlanish taqiqlandi deyiladi. Qo'lni har ikki yonga cho'zgan bo'lsa, hozirgi holatda mana ko'k avtomobilga ham jezil tomon cho'zilib turibdi va sariq avtomobilga ham qo'li cho'zilib turibdi. Shunda bilinglar, har ikki tomondan qo'li tomondan kelayotganligi to'g'riga o'ngga bo'ladi. Ya'ni chap qo'lidan kelayotganda ham o'ng qo'l bilan ham kelayotgan to'g'riga o'ngga bo'ladi. Lekin chapga burilmoqchi bo'lgan haydovchilarga harakatlanish taqiqlanadi. O'z-o'zidan bu yerda kimga taqiqlanadi deyilganda oq avtomobilga harakatlanish taqiqlangan va orqa yelkasidan kelayotgan yashil avtomobilga harakatlanish taqiqlangan va chapga burilayotgan ko'k avtomobilga harakatlanish taqiqlangan. Shunda sariq to'g'riga o'ngga, qizil avtomobil bo'lsa to'g'riga o'ngga.